Og'riqdan dod deydi. Sizda ham jinsiy yaqinlikda og'riq kuzatiladimi? Uni nomi dispareunia deyiladi va sababi turli xil bo'lishi mumkin. Albatta, birinchi o'rinda bu yallig'lanish kasalliklari, ya'ni jinsiy yo'llardagi bu qin, bachadon bo'yni, bachadondagi, tuxumdonlardagi shamollash, ya'ni yallig'lanish kasalliklarida ham og'riq kuzatilishi mumkin. Ikkinchi navbatda bu hayzdan qolish davriga yaqin, ya'ni premenopauza, menopauza paytida qin yo'llaridagi quruqlik, ya'ni estrogen gormonining pasayishi oqibatida jinsiy yaqinlikda og'riq kuzatiladi va undan tashqari stress sabablar bo'lishi mumkin. Bu stresslar, undan tashqari er-xotin o'rtasidagi kelishmovchilik, nizolar yoki birinchi jinsiy aloqa salbiy bo'lgan bo'lsa ham ayolning xotirasida og'riq doimiy muhrlanib qolishi mumkin. Va albatta eng ko'p uchraydigan holatlar bular qin yo'llarini kengayishi, qin devorlarini tushishi yoki bachadon bo'ynini tushish holatlarida ham jinsiy yaqinlikda og'riq kuzatilishi mumkin. Agar sizda ham shunday holat kuzatiladigan bo'lsa, albatta o'z vaqtida ginekologga borib, sababini topib, davo muolajalarini oling yoki operatsiya qilib bu og'riqlardan xalos bo'ling.